Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan katta hamda kichik boldir suyaklari orasida hosil bo'ladigan bo'g'imlar haqida gaplashamiz. Bu ikki suyak orasida hosil bo'lgan bo'g'imlar funksional jihatdan ikki xil. Ya'ni harakatchan bo'g'imlar diartrozlar, harakatsiz bo'g'imlar sinartrozlar. Harakatchan bo'g'im katta hamda kichik boldir suyagini proksimal uchida hosil bo'ladi. Ushbu bo'g'imni artikulatsiya tibofibularis proximalis deb ataymiz. Bo'g'imni hosil qiluvchi bo'g'im yuzalari quyidagilar. Katta boldir suyagini lateral kondylusida joylashgan facies articularis fibularis tibia bo'g'im yuzasi va unga mos bo'lgan kichik boldir suyagini boshida joylashgan bo'g'im yuzasi facies articularis capitis fibula bo'g'im yuzalari orasida hosil bo'ladi. Ushbu bo'g'im oddiy bo'g'im hisoblanadi. Bo'g'im shakli yassa, harakatlari esa juda ham cheklangan bo'ladi. Bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlar quyidagilar. Oldindan ligamentum capitis fibula anterius hamda orqadan ligamentum capitis fibula posterius boylamlari bo'g'imni mustahkamlab turadi. Bular bizda harakatchan bo'g'im. Keyingi bo'g'im turi sindesmos, ya'ni sinartroz bo'g'imni bir turi. Birinchisi suyaklar orasida tortilgan membrana interosseya. Xo'p, suyaklar orasida tortilgan membrana ikkita suyakni margo interosseyalar orasida tortilgan bo'ladi. Demak, suyaklararo pardaning asosiy vazifasi demak ikkita suyakni bir-biridan uzoqlashib ketishini oldini oladi va boldirni oldingi hamda orqa guruh mushaklarini ajratib turuvchi to'siq vazifasini bajaradi. Aynan mana shu membranani distal uchi bizda alohida sindesmos birikishini hosil qiladi. Buni aytamiz sindesmosis tibofibularis distalis. Ya'ni distal qismida joylashgan sindesmos birikish. Aynan mana shu birikish bu harakatsiz bo'g'im turi hisoblanadi. Aynan membrana interosseyani qalinlashgan qismi, distal qismdagi. Ushbu bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlar quyidagilar. Ligamentum tibofibularis anterius oldindan, orqa tarafdan ligamentum tibofibularis posterius. Va ikkita suyak orasida ligamentum interosseus, ligamentum tibofibularis interosseus boylamlari suyaklar orasida ushbu bo'g'imni mustahkamlab turadi.